Umrimda birinchi marta shashlik tayyorladim. Qurbon hayit bahonasida hammamiz yiqilib, hayitni ham super qilib o'tkazdik. Aytsam sanab sanog'ingizga yeta olmaysiz. Aslida bundan ham ko'pmiz. Oyoq kiyimlardan ham bilasiz bo'ladi. O'zim qildim desam yolg'on bo'ladi-yu. Rostini aytsam bir uxlab turganimda shashliklar sixlanib, allaqachon pishirishga tayyor ekan. Tezgina videoga ovola qoldim. Bu orada jannatim kenayojonim eng so'nggi hunarlarni ko'rishga musharraf bo'ldim desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Keyin bo'lsa, o'tin toshishdek muhim masalani jannatim kenayojonim bilan Suhrob polvonga topshirib, har doimgidek eng murakkab ish bo'lgan syomka qilish jarayonimni davom ettirdim. Bir deganda opoqim bilan tog'ajonim ham o'tni yoqib, shashlik pishirishga tappa tayyor qilib qo'yishibdi. Shunaqa chiroyli bayramlarda hamma qarindoshlar bir bo'lib, ko'rishib, bir piyola choy ustida mazza qilib suhbat qurishga nima yetsin? Ayniqsa oldingi vaqtlarni eslab qiziqarli hangomalar qilish men uchun eng qizig'i shu. Hashpash deguncha dunyodagi eng mazali shashlik ham tayyor bo'libdi. Degustatsiya jarayonimiz ham har doimgidek qiziqarli hangomalarga boy. Obuna bo'lishni unutmang, bundan qiziqlari hali oldinda. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Turish